Mana ziyoratgohimizda 5-si Samosiy hazratlarining ziyoratgohiga mana yetib keldik inshaalloh. Islombek bilan birgalikda, ha, bobo? Ana 50. Ha? 50. 50 Namangan bu. Namangan. Biz Qo'qon. 75 bilmayman. Ana 75. 75 Surxonmi? Ha, Surxondaryo. Mana bu xonaqohning bosh tomoniga kelyapmiz. Namangandan, Surxondaryodan kelibdi ziroatchilar. Mana bobo kelibdi, mana bu yerda meni bobom Buxoroy Sharifda bo'lsa-da, yana ziyoratga bir necha bor kelganman deb yana takror kelyapti. Ismlari Imom bobo. Alloh rozi bo'lsin sizdan bobo. Rahmat. Barakalloh. Ana kirib kelishiga ham yetib keldik. Ana yer tahoratxona ekan. Ana bit. Ana qoqdi bosh. Savdogarlar ham savdolar zo'rmi savdolar? Yashanglar, ehson ham qilib turinglar. Zakot bo'ladi. Endi sotib olsa bilmam, mana uzumlar ham rosa pish. Xo'p, rahmat. Bu yoqda bitar bor, anjir mana. Ya hozir ziyoratdan keyin. Allah talaganni 99 ismi var. Yine muhurları. Muhri nubuvvat. Ya kumush nimalarimi, uzuklarimi mana bunday. Muhammadun Rasululloh degan kumushlar bo'lgan uzuklarida. Mana bu yerlarda muhri nubuvvat bo'lgan. Uni sotmaydi, uni u ketgan birga. Rasululloh bilan. To'g'ri tushuntirish kerak. Mana savdogarlar ham ziyoratgoh savdo makoni qilib olgan ekan o'zi. Qaysisiga borsangiz shunaqa. Savdo. O'shaning uchun gapirib ham qo'ydim, shunday ehson ham qilib turinglar. Hamma narsani pulga hisob-kitob qilavermay deb. Mana uzumlar ham rosa pishgan. Mana kimlardir ekkan buni. Arilar yeyotibdi, bobo. Buni ehson qilib berish kerak yeydiganlarga, buni uvol qilmasdan. Tarqatish kerak, ha? Ehson qutularini ham qo'yib qo'yibdi. Mana bu tomon ham kirish ekan mana. Biz boshqa eshigidan kirdik. Eshigi demak ikkita ekanda bu yerda. Mana bu yerda masjid bor ekan. Mana bu yerda azon aytayotgan minora ham bor ekan. Juda ham chiroyli azon aytadigan axborot. Samosiy hazratlari mana shu yerlarda ibodat qilgan ekan. Alloh rozi bo'lsin bu zotlardan. Mana bu yer masjidga yetib keldik mana. Bu yer azon aytilayotgan joy. Muovara nima u? Qabriston deganimi? Ha. Demak, mana shu yerda jasadlari shu yerga qo'yilgan ekan-da, ha? Alloh rahmat qilsin. Demak, qabrlari mana shu inshootning ichida ekan. Ko'ramiz. Mana bu namoz o'qiydigan masjid ekan. Ha, maqbara ekan, maqbara emas, maqbara ekan bu. Shu qabrlari mana shu yerda ekan. Shu yerga belgi qilib qo'yilgan ekanda.
Bunisi ham maqbara ekan. Bu yerda ikkitayu maqbara. Ikkita ekan. Bu ikkinchisi kimniki ekan? Mana bu yerga 17 asr davlat muhofazasiga olingan ekan. Ha? Ha, bunisi ham kirish joyi ekan demak. Tushunarli. Onun ichidami ekan nimalar, qabrlari? Ha? Ana bu qabrlari shu yermikan? Ha? Akamullo, qabrlari mana bumi? Boboni? Hop. Hop, hop, hop. Mana.